Good day, learners. You are going to learn new topic. It is new tense, future perfect. Bugun biz yangi mavzu bilan tanishamiz, ya'ni bu future perfect, kelasi tugallangan zamon degani. Bu zamonning yordamchi fe'li will have. Bu yordamchi fe'l hamma shaxslar uchun bir xil yuradi. I will have, he will have, we will have. Bir xil yuradi. Tuslanishga ega emas. Formulasi: subject will have verb 3 or ed. The negative form: subject will not have verb 3 or ed. Question 1: will subject have verb 3 or ed? Qachon ishlatamiz bu zamonni? Future perfect zamonini ikkita holatda ishlatamiz. The first one is kelasi zamonda aniq bir vaqtgacha sodir bo'lgan ish harakatlar uchun ishlatamiz. Ikkinchi ishlatilishi esa kelasi zamonda bir ish harakat sodir bo'lishidan oldin boshqa ish harakat sodir bo'lgan bo'lsa ishlatamiz. Bu future perfectni ishlatilish holati edi. Keling sizga gap bilan tushuntirib o'tsam. She will have painted the picture when her teacher comes. U demak rasmni chizib bo'lgan bo'ladi yoki bo'ya bo'lgan bo'ladi o'qituvchisi kelishigacha. Qarang, mana bu when bilan bog'lanyapti. Ya'ni future perfect zamonida biz signal so'zlarni qo'ysak, asosan murakkab gaplar bo'lib ketadi. Ya'ni bir ish harakatdan oldin boshqasi bo'lyapti. Ya'ni uni o'qituvchisi kelishidan oldin, ya'ni u rasmni bo'ya bo'lgan bo'ladi. Qarang, birinchi rasmni bo'ya, ya'ni mana birinchi whengacha bo'lgan, ya'ni future perfectly gap sodir bo'ladi. Keyingi gapimiz esa ikkinchi sodir bo'ladi, ketma-ket bo'ladi. Birinchi sodir bo'lgan ish harakati kelajakdagi doim future perfectda, undan keyin sodir bo'ladigan ish harakati esa oddiygina qo'shma gaplarda present simple'da beramiz. Ikkinchi gapga qarang. Bu qo'shma gap emas, boshqa signal so'z bilan bog'lanyapti. Oddiy gap. Will you have built the shop by the end of April? Keyingi to'xtating. Keyingi gapimizda biz oddiygina signal so'z bilan, qo'shma gap tarzida emas, oddiygina signal so'z bilan ko'rib ketamiz. Aprelning oxirigacha do'konni qurib bo'lgan bo'lasan. Qarang, bu vaqt berilyapti. Aniq bir vaqt qo'yilyapti. Chegara shu vaqtgacha qurib bo'lgan bo'lasanmi degan savol berilyapti. Bu so'rov gap. Qarang, so'rov gap shaklida, subject o'rtada yuribdi. Keling chizma orqali tushuntiray sizga. Mana bu chizma tasavvur qiling. Mana shu polni chizma va mana bu chegaramiz future. Ya'ni sizga vaqt qo'yiladi, qaysidir ish harakat qo'yiladi. Ya'ni kelasi zamon soat 10 gacha. Tasavvur qiling, vaqt qo'yilyapti. 10 gacha sodir bo'lgan, boshlab tugagan, to'liqligicha yakunlangan ish harakatlar uchun future perfect ishlatiladi. Mana qarang, aprel oxirigacha to'liqligicha o'sha binoni, magazinni, do'konni qurib bo'lgan bo'lasanmi deyapti. Bunda ish harakat berilyapti, o'qituvchisi kelganida bo'ya bo'lgan bo'ladi. Ko'rdingizmi? Va future perfect zamonini, fe'lini asosan gan bo'laman deb tarjima qilamiz. Gan bo'laman. Mana bu man qo'shimchasini shaxsga qarab o'zgartirib ketasiz. Ya'ni qurib bo'lgan bo'lasizmi? U rasmni bo'yagan bo'ladi, qarangan bo'ladi. Mana man qo'shimchasini shaxsga qarab o'zgartirib ketaveramiz. Bu future perfect zamonning ishlatilishi edi. Endi keywordlar: before oldin, by the time shu vaqtgacha, until gacha, by tomorrow ertagacha, by the end of period qo'yiladi. Demak, nimadir davrni oxirigacha degani, when qachonki degan tarjimalarni bildiradi. Before oldingi darslarimda aytib o'tdim, bundan keyin time ham gap ham kelishi mumkin. Demak, ba'zi time gapni boshida yuradi asosan. Until ham vaqt yoki subject verb ketadi, gapni o'rtasida asosan, va time bo'lsa gapni oxiriga. By tomorrow gapni boshida yoki oxirida qo'yiladi. By the end of
gapni boshi va oxirida ishlatiladi. When gapni o'rtasi qo'shma gaplarni bog'laydi yoki gapni boshiga when chiqib qo'shma gaplarni hosil qilishimiz mumkin. Bu future perfect zamoni edi. Bu yaxshilab o'rganib oling va oldingi mavzularimiz zamonlardan bir-biridan farqini yaxshilab tushunib oling. Thank you for watching.